Azizlar, biz siz bilan BYD E2 elektromobilining magnit maydon ko'rsatkichlarini tekshirib chiqamiz. Biz oldin ham BYD E2 elektromobilining magnit maydon ko'rsatkichlarini tekshirib chiqqan edik. Natija bir xil chiqadimi? Aslo. Bu savolning javobini siz bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. BYD E2 elektromobilimizning haydovchi o'rindig'idagi ko'rsatkich 0.6 milligauss. Haydovchi oyoq osti ko'rsatkichi 2.6 milligauss. Monitorimizdagi ko'rsatkich 0.6 milligaussgacha ko'tarildi. Yon o'rindig'imizdagi ko'rsatkich 0.6 milligauss. Markaziy konsolimizdagi ko'rsatkich 4.4 milligauss. Orqa o'rindiqdagi ko'rsatkich 0.4 milligaussgacha ko'tarildi. Bugungi BYD E2 elektromobilimizning eng yuqori magnit maydon ko'rsatkichi markaziy konsolda 4.4 milligauss. Natija qancha past chiqsa, siz uchun shuncha yaxshi. Sizning ham elektromobilingiz ichidagi magnit maydon ko'rsatkichlari qiziqmi? Unday bo'lsa, ekraningizdagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling. Biz sizning ham elektromobilingiz ichidagi magnit maydon ko'rsatkichlarini tekshirib beramiz. Aytgancha, videolarimiz ko'plab odamlar kuzatishi uchun Instagram va YouTube sahifalarimizga a'zo bo'ling hamda like bosing. Keyingi videolarimiz qaysi elektromobillarda bo'lishini kommentariyalarda yozib qoldiring.